Deniz koltuğu. Tayfun boruni Dorado 200 kilometrlik süratda dengiz yaqasidagi shaharlarga yetib bordi. Shunga boranda saqlanishga tayyorlik qilinglar. Bizga qattiq bo'ra bu uyda o'rnib ketadi. O'rnib tushmasa. Xotirjam bo'linglar, o'tgan oyda uyning sirtini mustahkamlagan chatoq chiqmaydi. Shu. Bo'ron chapqan oxiri o'tib ketdi. Uyimizga xatar yetmadi. Uyni bo'ron o'rib etmidi. Qandaq sizlarga uyimiz bak puxta degandim-g'o. Puxtaliqqa puxta, sal neriroq turing a. Nima ishqa? Tamponliqni saqlayli. Elim yaxshi, Tayfun borni uyimizni o'rib etmadi. Hey, yandagi bino qor quyuning zarbasiga uchrabdi emasmi? Bu rayon qora quyuning zarbasiga xilil qattiq uchragan. Bu kishi quyuning zarbasiga bevosita uchrabdi. Apandi, ayni chog'dagi ahvolimni deb berasiz. Apandi. U degan izi kamigandek qiladi. Yana bir muxbirimiz Tayfun bo'rini quruqliqqa chiqqan shahardan naq maydon xabar beryapti. Tayfun bo'rini mana mushu dengiz qo'ltiqidan quruqliqqa chiqqan. Bu bizning yezg'u. Momam qandaqroqdi? Momam. Tayfun bo'rinining hujumiga uchrab turibmi? Bu cho'ng'onimiz beliq tutish bilan aldirash bo'lib ketibdi. Voh! Nima degan yo'g'on beliq bu? Yo'q, bo'lmasam bo'lmag'idek. Men bu bilib boray. Men muboraman. Hozir shirkatga berib ruxsat so'rab kelay. Bu ishni kechiktirishga bo'lmaydi. Hozirlamangayli. Bilinglar. Dengiz bo'yiga berib suv uzmaganimga xeyli bo'lib ketgan. Biz o'ylamaymiz. Vijodsiz bo'lib. To'la misildimisiz-chi? Mashina mangay deb qoldi. Bo'ldi, chiqmanglar, mashina to'shib ketdi. O'rin qo'shqili bo'lamdi. Bo'ladi. Bilet tekshirman. Meni saqlab turinglar. To'xtanglar. Momamni oyoldimizlar. Shundaqmi, tez bo'layli. Apa. Navrilarim ketdi-g'o. Apa, xili ko'p yerga toza qurib qo'yibsiz-jimi? Apa, yaxshi turgansan? Yaxshi, boytiq sizlarni o'g'rimikin deb qatdiman. Uyingiz bu holga kelib qolsa, yana o'g'ridan aytiramsiz? To'g'ri, bexatarlikka nima yetadi? Qaranglar, bo'ron chopqin uyni mushunda qilib qo'ydi.
Ama uyunuz hacet müstahkemken. Bu şiyet falan atak oldu. Şuna kılınlar. Havamı içildi. Boran çapqını ötüp ketdi. Bu uy rostila mustahkamkan. Apa, ensirmegin, uyuңni qaytadan o'ngshab berimiz. Ras apa, sizga alayda soğuğa ağaç kelgandim. Nimi soğa? Tuzlagan beliq. Kokusmi var. Bu yerda yo'q narsalardan akasanglar bo'lmamdi. Mama kazaynak amraqkansizda, buni sizga beray. Mama çolpanlarga o'xshab qoldingiz. Rasma, asli çolpanlarning hammasi qorong'uda menga chiqamroq ekan-da. Kim? Kuzumlar. Solunup kaldım. Kuzumlar. Faydası bolamdı ekan. Albatta foydasi bo'ladi. Naringiz og'risa, shu yeringizni ko'msangiz bo'ladi ekan. O'zingiz sinab yiqing. Rasma? Dada rostla ko'milib yotamsan? Buni qumda davolash deymiz. Mening butun burnim og'riydi. Shuni davolamsam bo'lmaydi. Vay canım. Do'stlar, bu yerga oxir yetib keldik. Xotin, ayni chog'dagi muhabbatlashayotgan vaqtlarimiz esimga kelib qoldi. Dadasi, beliq tutishga yanada shundoq ustikansiz. Baqqaltishyomsiz. Albatta. Yana birini tutdim. Mandaq eğer. Beyga? Şavdi?
Cayığı tekkizdim. Ben tehe kırmattım ben. Ha? Ahir bitti. Sizlarga ko'p rahmat. Bek chiroyli uykan. Eshik nomerini tek o'rnatmabdiq. O'rnatishning nima hojati? Bir qaysi momonning eshikligiga tushtirmandim.可是我并没有半点自卑，眼泪口里都是爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。